Janubiy Koreyada kuz fasli boshlanyapti уже. Albatta. Sekinroq boshlanasin, lekin o'qishlarga takliflar boshlandi. Tegu Tegu shahrida. shahrida. Tegu shahrida IELTSlari bor va 3 topiklari borlari uchun bakalavr. Bu universitetda bitta plyus tomonini aytaman. Biz kimni tavsiya qilsak qabul qiladi bu universitet. Ya'ni отказ bo'lib qolibdi, rad bo'lib qoldi yo bir har xil vaziyatlar bo'ladi-yu, unaqa holatlar bo'lmaydigan universitet. Kimda kim IELTS 5,5 darajasi bo'lsa yoki bo'lmasam topikdan 3 darajasi bo'ladigan bo'lsa, demak biz kirgizishimiz mumkin bu universitetga. Bakalavr ham, magistr ham bor bu universitetda. Biznes yo'nalishi bo'yicha qabul qiladi ingliz tilini bitiruvchilarni. Ingliz tili emas, masalan, topik 3 bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy ta'minot sohasi ham bor, sport sohasi, go'zallik sohalari ham bor. Unga topshirsalar ham bo'ladi. Shuning uchun agar o'qishga kirishga garantiyali o'qish qidirayotganlar bo'lsa, mana shu universitetni tavsiya qilamiz. Qabullarni biz ana shu may oxirigacha qabul qiladi bu universitet. Shuning uchun hozirdan tayyorgarlik qiling. Shoshilinglar. Albatta, rahmat.